Xo'p, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi ishimiz 32 Monix televizori O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Bunga ekran qo'yish marosimini o'tkazyapmiz. Ekrani zamikani bo'lib qolgan ekan. Ko'rsataman. Tepada turibdi ekrani. Palasa tushib qolgan. Tepadan pastga qarab. U palasani to'g'rilab bo'lmadi. SKV liniyalarni qirqib ko'rdik. VGL, VGH toklarini tekshirdik. Hamma toklar joy-joyida. Plus minus toklari ham joy-joyida. Ekranni o'zi ishchani ichidan zamikani bo'lib qolgan. Buni zamikani ekranini chiqarib tashladik. Endi shunga qarasak oddiy LG ekran ekan. Yangi emas, рабочий ekran qo'yib beryapman. Vahimaga tushmanglar yana. Bu yerdan mana Artel prosessori kuygan Artel bor edi, shuni ekrani butun edi. LG ekran. Shu ekranni endi bu Monix televizoriga o'tkazib berish marosimini o'tkazyapmiz. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Hurmatli obunachilar, like bosinglar. Videolarimiz keng tarqalishi uchun podpiska bo'ylar. Bundan-da qiziq videolarni joylab borishga harakat qilamiz. Televizorimiz bitgandan keyin ko'rsatgan jarayonini ham video qilib tashlab qo'yaman. Ko'rib o'zlaring baho berasizlar. Rahmat, sog' bo'ylar, salomat bo'ylar.